Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Men Brit Floraman. Men Vice'dagi guruh hamkori bo'lib, bugun startaplar uchun mablag' yig'ish jarayoni qanday ishlashi haqida so'zlab beraman. Aytganimdek, men Vice'da guruh hamkoriman. Bu shuni anglatadiki, men arizalarni o'qiyman. Ariza topshirgan startaplar bilan suhbat o'tkazaman va keyin ular bilan birgalikda odamlar xohlayotgan narsani yaratishga harakat qilamiz. Vice'da odamlar doimo so'raydigan asosiy mavzulardan biri mablag' yig'ish masalasidir. Aslida bu boshqa hamma narsadan ko'ra bizdan ko'proq so'raladigan masala bo'lsa kerak. Paul Graham bir necha yil oldin ta'kidlaganidek, startapni boshlashda eng qiyin narsa odamlarga kerakli mahsulot yaratish bo'lsa, undan keyingi ikkinchi qiyin vazifa mablag' yig'ishdir. Aynan shu sababli bu masala muhim ahamiyatga ega. Keling, Vice'ning yillar davomida mablag' yig'ish bo'yicha taqdim etgan barcha ajoyib materiallarni tezda ko'rib chiqaylik. Avvalo, Paul Graham missiyalari bor. U mablag' yig'ish bo'yicha omon qolish qo'llanmasini startapni qanday moliyalashtirish, investorlarni kompaniyangizga sarmoya kiritishga qanday ishontirish haqidagi kitoblarni yozgan. Hatto investorlar to'dasi dinamikasini tushunish haqida ajoyib maqola ham yaratgan. Bu narsalarning hammasi internetda mavjud. Quyidagi havolalarni ko'ra olasiz. Uni ko'rib chiqishingiz kerak. Bir necha yil o'tgach, yaqinda Vice prezidenti Jeff Ralston urug'lik mablag' yig'ish bo'yicha ajoyib qo'llanma e'lon qildi. Unda u urug'lik mablag' yig'ishning barcha jihatlari haqida boshidan oxirigacha siz bilishingiz kerak bo'lgan barcha mayda-chuyda ma'lumotlarni qamrab olgan. U bir necha yil oldin Startup Show-da bu materiallarni o'z ichiga olgan ajoyib video taqdimot namoyish etdi. Bu YouTube'da joylashtirilgan. Buni ko'rib chiqishingiz kerak. U sizga dastlabki investitsiya mablag'ini qanday jalb qilishni aytib beradi. Nihoyat, biz mablag' yig'ishning muayyan jihatlari bo'yicha ko'plab amaliy qo'llanmalarni e'lon qildik. Urug' taqdimotini qanday tayyorlash, startapingizni qanday taqdim etish, investorlar bilan uchrashuvlarni qanday tashkil qilish va Angelist kabi platformalardan foydalanib, startaplar uchun onlayn mablag' yig'ishni o'rganish haqida. Biz hatto turli xil investorlar ularning rag'batlantiruvchi omillar haqida ham ma'lumotga egamiz. Shunday ekan, agar siz rostdan ham aniq ma'lumotlarni o'rganib, mavzularga chuqurroq kirishni istasangiz, siz uchun maxsus topa oladigan kontent mavjud. Bugungi maqsadim bu narsalarning barchasini qayta aytib chiqish emas. Chunki ular allaqachon mavjud. Men buning o'rniga Vice hamkorlari sifatida ta'sischilar bilan ishlash jarayonida duch keladigan ba'zi noto'g'ri tushunchalar va afsonalar haqida gapirmoqchi edim. U yerdagi asoschilar ommaviy axborot vositalarida turli xil ma'lumotlarni o'zlashtiryaptilar va bu ma'lumotlarning ko'p qismi startaplar uchun mablag' yig'ish haqida. Va u yerda biz muhokama qilmoqchi bo'lgan ba'zi narsalar borki, ular mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Ushbu suhbatning maqsadi bugungi kunda mablag' yig'ish jarayoni qanday kechishi haqida sizni xabardor qilish bo'lib, buni mablag' yig'ish borasidagi 7 ta afsonani tahlil qilish orqali amalga oshiramiz. Ularning har biri haqida gapirganimizda, avval afsonani, so'ngra uning ortidagi haqiqatni muhokama qilamiz. Keyin esa bu afsonani puchga chiqaradigan ajoyib Vice kompaniyalarini ko'rib chiqamiz. Boshlashdan oldin o'zim haqimda yana ozgina ma'lumot. Men Vice hamkoriman. Ammo shu bilan birga ta'sischi va investor sifatida ham jarayonning har ikki tomonida bo'lganman. 2008 yildan 2014 yilgacha men startaplar qurishga kirishdim. Eng katta muvaffaqiyatga erishgan loyiham Perfect Audience edi. Bu kichik bizneslar uchun reklama qayta yo'naltirish xizmatini taqdim etuvchi startap edi. 11 yil oldin men Perfect auditoriyasi bilan Vice Summer 11 dasturida qatnashdim va biz $1 million boshlang'ich investitsiya raundini jalb qildik. Namoyish kunidan so'ng bir qancha iqtidorli xodimlarni ishga oldim. Daromadimiz $3 million yetdi va 2014 yilda kompaniyamiz sotib olindi. O'sha xariddan keyin men startaplarga sarmoya kiritishga juda qiziqib qoldim. Bu farishta investitsiyasi bilan boshlandi. Men demo-dashida juda ajoyib tuyulgan Vice kompaniyalariga atiga bir nechta 5 ming yoki 10 ming dollarlik cheklar yozayotgan edim. Ammo bu jarayonga qattiq berilib ketdim. Ta'sischilar bilan uchrashish, ularning g'oyalarini o'rganish, ular odamlar xohlaydigan narsani yaratayotganini aniqlashga urinish va sarmoya kiritish kerakmi yo'qmi degan savol ustida bosh qotirish zavqi. Men buni ko'tara olmadim va birdan o'zim ham do'stlarim bilan Vice kompaniyalariga ko'proq sarmoya kiritish va uni kengaytirish uchun fond tashkil etayotganimni anglab qoldim. Shunday qilib, men ushbu fond orqali 150 ta Vice kompaniyasiga mablag' kiritdim. Mening homiylarim uchun quvonarli yangilik shuki, biz bir nechta ajoyib kompaniyalarga sarmoya kiritishga muvaffaq bo'ldik. Ularning ba'zilari haqida eshitgan bo'lishingiz mumkin. Dil tilida OpenSea dasturi Retool tizimi razorpi jarayoni ham mavjud. Bu kompaniyalarga o'zlarining birinchi mablag' yig'ish bosqichida yordam berish juda ajoyib tajriba bo'ldi. O'shandan beri qatnashib kelayotganim juda qiziqarli va zavqli bo'ldi. Oxir-oqibat men Vice'ga guruh hamkori sifatida qo'shildim va shu tarzda har ikki tomonni ham qamrab olish imkoniyatiga ega bo'ldim. Men ta'sischi sifatida Vice asoschilari bilan teng huquqli hamkor bo'lib faoliyat yuritaman. Ularga odamlar xohlaydigan mahsulot yaratishni o'rganishda yordam beraman va so'ngra o'zimning investorlik tajribamdan foydalanib, mablag' jalb qilish yo'llarini tushuntirishda ko'maklashaman. Shunday qilib, men buni yaxshi ko'rib turibman. Men ko'p marta startap loyihalari uchun dastlabki investitsiya jalb qilishda ishtirok etganman. Qani endi bu afsonalarni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Men gapirmoqchi bo'lgan birinchi narsa bu pul yig'ishning go'yoki jozibador ekanligiga doir fikr. Startup loyihangiz uchun mablag' jalb qilish haqida o'ylaganingizda, xayolingizda qanday tasvir paydo bo'ladi? Ko'pchiliklaringiz uchun
Bu shunday bo'lishi mumkin. Bu Shark Tank nomli televizion ko'rsatuvining tasviri. Unda tadbirkorlar maxsus kiyinib, plakatlar tayyorlab, turli materiallar bilan kelib, bir vaqtning o'zida akulalar deb ataladigan bir guruh investorlarga o'z biznes g'oyalarini taqdim etadilar. Bular turli darajadagi investorlik tajribasiga ega bo'lgan odamlar guruhi bo'lib, ular taqdimotni tinglab, bir qancha qiziquvchan va biroz qo'pol savollar berishadi. So'ngra asoschiga turli takliflarni o'qday yog'dirishadi. Tez otish, shunday qilib, agar siz buni ko'rsangiz, ehtimol o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin voy. Men ham xuddi shunday butun taqdimot tayyorlashim kerak ekan. Keyin bir qancha odamlarga uni taqdim etaman. Ular menga qiyin savollar berishadi va bu men yechishim kerak bo'lgan yuqori bosimli vaziyatga aylanadi. Aslida mablag' yig'ish jarayoni mana shunday ko'rinishga ega. Bu rasm San Fransiskodagi Creamery nomli, hozirda faoliyatini to'xtatgan qahvaxonada olingan. Bu yerda nima sodir bo'layotganiga e'tibor bering. Bu shunchaki stullarda o'tirgan bir guruh odamlarning o'zaro past ovozda suhbatlashishidan iborat. To'g'rimi? Bu shunchaki bir necha qahvaxona suhbatlari xolos. Mablag' yig'ish aslida mana shunday ko'rinishga ega. Bu xuddi qahvaxonada o'tirib, kim bilandir suhbatlashayotgandek his qilinadi. Akulalar tanki ko'rsatuv, startap taqdimotlari, musobaqalari, biznes reja tanlovlari, bularning barchasi shunchaki tomoshabob tadbirlardir. Ular o'sha tashkilotlar uchun marketing tadbirlarini tashkil etadilar. Aslida bunday tadbirlardagi sarmoyadorlarning ko'pchiligi sarmoya kiritishmaydi. Ular shunchaki boshqa sarmoyadorlar bilan tanishish va vaqt o'tkazish uchun kelishadi. Hatto Shark Tank ko'rsatuvida ham. Yaqinda Mark Cuban bu kompaniyalarga $20 million sarmoya kiritganiga qaramay, hali bir tiyin ham foyda ko'rmaganini ta'kidlagan bo'lsa kerak. U hali ham qarzga botgan. Haqiqiy mablag' yig'ish bu zom orqali qayta-qayta o'tkaziladigan yuzma-yuz uchrashuvlardan iborat bo'lib, unda siz cheklarni to'plashga va investorlarni ishontirishga harakat qilasiz. Bu juda mashaqqatli jarayon. Xo'sh, bu yerda siz Freshpoint nomli Vice kompaniyasi tomonidan yaratilgan diagrammani ko'ryapsiz. Bu diagramma ularning startap uchun mablag' yig'ishning haqiqiy jarayoni qanday ko'rinishga ega bo'lganini tasvirlaydi. Yuqorida ko'rayotganingizdek, bu doira va kvadratlarining har birida ko'rsatilgan kompaniya ular uchrashuv o'tkazgan turli investorlarni anglatadi. Qutilar bir-biriga bog'langan bo'lsa, bu shu investorning ularni tanishtirgandan dalolatdir. Ular 160 ta investor bilan uchrashib, ularning 39 tasi rozilik bildirdi. Bu juda yuqori konversiya darajasi hisoblanadi. Lekin tekshiruv diapazoni tartibsiz edi. Ular odamlarga $5,000 va $200,000 cheklar yozdirishdi. Hammasi yaxshimi? Hamma ham katta mablag' ajrata oladigan nufuzli venture kapitalist emasdi. Barcha uchrashuv va bitimlarni yakunlash uchun ularga to'yu 18 kun vaqt ketdi. Va maqsad bir $6 million yig'ish edi. Mablag' yig'ish og'riqli va mashaqqatli jarayon bo'lsa-da, ancha oddiy kechdi. Bu shunchaki bir qancha suhbatlardan iborat edi. Ular ajoyib blog maqola yozishibdi. Bu rasm siz albatta ko'rib chiqishingiz va o'qishingiz kerak bo'lgan manbadan olingan. Bu aslida qanday bo'lishining ajoyib misolidir. Pul yig'ish uchun yaxshi, men muhokama qilmoqchi bo'lgan keyingi afsona bu startapim ustida ishlashni boshlashdan oldin albatta pul yig'ishim kerak degan fikr. Biz buni asoschilarda tez-tez uchratamiz. Biz katta g'oyaga ega bo'lgan odamlarni uchratamiz. Bu juda yaxshi. Ammo ularning keyingi fikri voy, demak men o'z katta g'oyamni amalga oshirish uchun mablag' yig'ishim kerak ekan degan xulosaga keladi. Lekin eng yaxshi asoschilar mablag' jalb qilish haqida aslida bunday fikrlamaydilar. Eng yaxshi asoschilar mahsulotning dastlabki versiyasini, garchi u oddiy, deyarli o'yinchoqqa o'xshash bo'lsa-da, avvalo o'zlari yaratadilar. So'ngra bu versiya uchun foydalanuvchilarni jalb qilishga kirishadilar. Odamlar undan foydalanishni boshlaganini va balki qandaydir qiymat yaratayotganini ko'rgandan keyingina ular mablag' jalb qilish haqida o'ylay boshlaydilar. Buning sababi shundaki, mahsulotning prototipini yoki birinchi versiyasini yaratish ilgariga qaraganda ancha arzonlashgan. Mayli, veb-sayt joylashtirish va dasturiy ta'minot yaratish hech qachon bugungidek arzon bo'lmagan. Bu har yili tobora osonlashib bormoqda. Bundan tashqari, potensial foydalanuvchilarni topish hech qachongidagidan ham osonlashdi. Product Hunt, Hacker News kabi platformalarda foydalanuvchilarni jalb qilishingiz mumkin. Bugungi kunda siz foydalanuvchilarni ijtimoiy tarmoqlar, Twitter, LinkedIn kabi saytlarda topishingiz mumkin, chunki hamma internetdan foydalanmoqda. Undan foydalanib, mahsulotingizni sinab ko'rish uchun dastlabki mijozlarni topishingiz mumkin. Siz shunday qilganingizda, ya'ni ozgina mahsulotingiz va bir nechta foydalanuvchilaringiz bo'lganida, bu sizga darhol katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Siz investitsiya uchun taqdimotni ko'rsatib, $20 million qanday topishni o'ylab yurgan odamdan, endi startapi harakatga kelgan va investorlar harakatdagi loyihalarga qo'shilishni istaydigan shaxsga aylandingiz. Mana bunga misol. Solugen 2017 yilning qish mavsumida Vice tashkilotiga qo'shilgan kimyoviy ishlab chiqarish sohasidagi yangi tashkil etilgan korxonadir. Ular so'zma-so'z kimyoviy moddalar ishlab chiqaradi va sotadi. Tasavvur qilishingiz mumkinki, bu katta miqdordagi mablag' talab qiladigan faoliyat.
Kimyoviy moddalarni ishlab chiqarish va ularni keng ko'lamda sotish imkoniyatiga ega bo'lgan korxonani qurish juda katta mablag' talab qiladi. Va bu g'oyaga ega bo'lgan ma'lum turdagi asoschilar keyin taqdimot tayyorlab, investorlarga murojaat qilib, menga bu kimyoviy moddalarni ishlab chiqaradigan zavod qurish uchun 10 million yoki 20 million dollar kerak, deb aytishardi. Solugen jamoasi boshqacha yo'l tutdi. Ular avvalo o'z reaktorlarining stol ustiga sig'adigan kichik modelini yasadilar va bu model muvaffaqiyatli ishladi. Keyin ular asmodining biroz kattaroq versiyasini yaratdilar. Bu versiya sotish uchun yetarli miqdorda vodorod peroksid ishlab chiqara olardi. Ular qishki 2017 yil qabuliga ariza topshirganlarida aynan shu modelni Vaysiga olib borishdi. Partiya davomida ular mashinaning biroz kattaroq modelidan foydalanib, birinchi mijozlarga sotish uchun yetarli miqdorda vodorod peroksid ishlab chiqarishni boshladilar. Ma'lum bo'lishicha, issiq vannalar uchun jihozlar sotadigan do'konlarda issiq vannasi bor mijozlarga sotish maqsadida vodorod peroksidi zarur ekan. Shunday qilib, ular issiq vanna jihozlari do'konlariga vodorod peroksid sotish orqali oyiga 10 dollar daromad qilishayotgan edi. Unchalik ko'p pul emas, lekin bir daqiqaga to'xtalib orqaga nazar solaylik. Agar siz investor bo'lsangiz va kimyoviy ishlab chiqarish kompaniyasiga mablag' kiritishni rejalashtirgan bo'lsangiz, qaysi kompaniyani tanlaganingizda edi? 20 million dollar so'rayotgan taqdimot tayyorlagan shaxs yoki mahsulotning birinchi versiyasini yaratgan, garchi kichik bo'lsa ham, uni oz miqdorda ishlab chiqarib, issiq vanna jihozlari do'konlariga sotayotgan odamlar ham bor. Bu katta biznes bo'lmasa-da, investorlar aniq qiziqadigan bir narsa hisoblanadi. Ikkinchi Solugen kompaniyasini boshlash uchun 4 million dollar mablag' jalb qilishga erishdi. Chunki ular allaqachon ma'lum yutuqlarga erishgan edilar. Bugungi kunga kelib, ular 400 million dollar mablag' yig'ishdi va bu loyihani to'liq ishlab chiqarish korxonasigacha kengaytirdilar. Keling, keyingi afsona haqida suhbatlashaylik. Startapim pul jalb qilish uchun ta'sirchan bo'lishi kerak, degan fikr aynan shu. Men o'z startapim bilan odamlarni taassurotlantirishim kerak, ammo startapim unchalik taassurotli emas. Shunday ekan, uni qanday amalga oshira olaman? Aslida, sarmoyadorlarni taassurotlantirish shart emas. Siz ularni ishontirishingiz kerak. Bu esa bir oz boshqacha narsa. Ko'rib turibsizki, ko'pchilik startaplar dastlab juda yomon tuyuladi. Aslida esa eng yaxshi startaplar boshida eng yomoni bo'lib ko'rinadi. Keling, Airbnb misolini ko'rib chiqaylik. Bu nima edi? Bu kimningdir uyida polga havo to'shagini ijaraga olish uchun tashkil etilgan bozor edi. Juda yomon g'oya. Do'rdash xizmati orqali ovqat yetkazib berish, hamma joyga yetib borish uzoqroq vaqt talab qiladigan va hech kim ilgari yetkazib berish xizmatini boshlamagan shahar atrof-hududlariga oziq-ovqat yetkazib berish xizmati. Juda yomon g'oya. Elektron bozor va platformasi. Faqatgina kompyuteringizda mavjud bo'lgan va to'lovini faqat g'aroyib internet puli bilan amalga oshirish mumkin bo'lgan kolleksiya buyumlarini sotish uchun bozor. Axir nima bo'lyapti bu yerda? Ammo investorlar buni yaxshi anglab yetishadi. Ular sizning startapingiz dastlabki paytlarda unchalik taassurot qoldirmasligini yaxshi bilishadi. Investorlar ancha ziyrak bo'lishadi. Ular tushunishadi. Aslida asoschilarga ularni lol qoldirishga uringanlarida zerikib qolishadi. Mayli, albatta shunday bo'lsin. Ularni o'zingizga jalb qilishga va mahsulotingizni sotishga chin dildan harakat qiling. Bu ularga juda zerikarli tuyuladi. Taxminan 11 yil oldin Vice dasturida ishtirok etganimda, o'sha paytda Sequoia Capital shirkatining sherigi bo'lgan afsonaviy venture sarmoyador Michael Morris bilan 5 daqiqalik uchrashuv o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldim. Bu uchrashuvdan shunchalik hayajonlanib ketdimki, maxsus taqdimot tayyorlab qo'ydim. Men uni taassurotlantirish va startapimga sarmoya kiritishga ishontirish uchun oldindan tayyorlab qo'ygan barcha gaplarni mashq qildim. Men u bilan o'tirganimda slaydlarni ko'rsatish uchun notebookimni ochmoqchi edim. Ammo u meni to'xtatib, keling, shunchaki siz qurayotgan biznes haqida gaplashaylik dedi. Men butunlay dovdirab qoldim. Chunki bunday holatga tayyor emasdim. Men unga o'zim qurayotgan biznes haqida shunchaki gapirish o'rniga uni hayratda qoldirishga tayyor edim. Vice'dagi ko'plab asoschilarda ham shunga o'xshash fikrlashni ko'ramiz. Ular bizga kelib, buni ochiq-oydin so'rashmasa-da, aslida ular shunday deyishadi, Brett. Investorlar mening startapimga sarmoya kiritishni xohlashlari uchun qanday sehrli so'zlarni aytishim kerak? Aslida gap haqiqatan ham sehrli so'zlarda emas, balki boshqa narsalarda. Bu odamlar xohlayotgan narsani yaratish haqidadir. Shunday emasmi? Vice'ning bu shiori mahsulot yaratish, uni foydalanuvchilar qo'liga yetkazish va ular uchun qiymat hosil qilish haqida. Keyin esa oddiy va sodda til bilan tushuntirishki, bu mahsulotning ulkan muvaffaqiyatga erishish imkoniyati atigi 1% bo'lsa ham, bu imkoniyat mavjud. Investorlarni ishontirish usuli mana shunday. Xo'sh, agar sarmoyadorlar mablag' kiritishmayotgan bo'lsa, buning sababi siz sehrli so'zlarni aytmaganingizda emas. Buning sababi shundaki, startapingiz yetarlicha mukammal emas va uni yanada takomillashtirish zarur. Shunday qilib bu suhbatlarni o'tkazing. Siz startapingizni yaxshilashni davom ettirasiz. Uni odamlarga oddiy tilda tushuntirasiz va bu haqda inson kabi gaplashasiz hamda buni qayta-qayta takrorlaysiz.
Chunki yana bir bor ta'kidlash kerakki, startap uchun mablag' to'plash juda mashaqqatli jarayon. Mana, investorlar bilan uchrashganda ularni ishontirishda ajoyib natija ko'rsatgan kompaniya misoli. Bu Ritual hisoblanadi. Ritual esa ichki vositalarni yaratish uchun dasturiy ta'minot ishlab chiqaradi. Bu zo'r kompaniya. Ular o'zlarining dastlabki investitsiya mablag'ini yig'ishdi. San-Fransiskodagi qahvaxonalarda bir qator sarmoyadorlar bilan uchrashayotgan asoschisi, bosh direktor va hammuassislardan biri bo'lgan Davidni ko'rasiz. Men Doud bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'ldim va uning hech qanday shubhasi yo'q edi. Buning o'rniga u shunchaki notebukini ochib, kompyuterdagi dasturiy ta'minotni menga ko'rsatdi. U Ritualning dastlabki sodda versiyasidan foydalanib, bir necha daqiqada oddiy, lekin samarali ichki vosita kichik web ilovani yaratdi. Keyin u dastlabki mijozlari nima uchun mahsulotni juda yoqtirganini va undan qanday foyda olayotganini tushuntirib berdi. Buni ko'rib, u menga mahsulotni namoyish etgani va mijozlarining bu mahsulot haqidagi fikrlarini aytganini eshitib, xayolimga ko'plab kompaniyalarga bunday mahsulot kerak bo'lishi mumkinligi haqidagi fikr keldi. Men uning meni ta'sirlantira olmaganiga ishonch hosil qildim. Meni lol qoldirishga harakat qilmadi. U menga nima qilayotganini ko'rsatib, bu haqda oqilona tarzda tushuntirib berdi va bu meni ishontirdi. Men bir chek yozgan edim va bugun o'sha kompaniyaning qiymati $4 milliard ga yetdi. Balandparvoz taqdimot qilish ham, sehrli so'zlar ishlatish ham emas edi gap. Bu shunchaki bir narsa yaratib, so'ng men bilan u haqida suhbatlashishdan iborat edi. Men gapirmoqchi bo'lgan keyingi afsona shuki, pul yig'ish jarayoni murakkab, sekin va qimmatga tushadigan ish ekan. Agar siz matbuotda mablag' yig'ish haqida ko'p o'qiydigan bo'lsangiz, bu jarayon faqat mashhur venture fondlardan katta miqdordagi mablag' jalb qilishdan iborat degan xulosa chiqarishingiz mumkin. Xo'sh, buning sababi nima? Qani, kechagi techqunchining mablag' jalb qilish bo'yicha sarlavhalariga bir qarab chiqaylik. Bizda Shopify, Mark Vision va Lotket Spree haqida hikoya mavjud. Xo'sh, nimani ko'ryapmiz azizlar? Bu yerda umumiy o'xshashlik nima? Juda katta va ulkan gigant raqamlar mavjud. Shunday qilib, siz buni uyda o'qiyapsiz va o'zingizga savol beryapsiz, ishimni tashlab, bu ishga ko'proq vaqt ajratish yoki o'zim yaratmoqchi bo'lgan veb-sayt uchun hosting hisobi olish maqsadida qanday qilib $25 yig'ishim mumkin? Siz $100 million haqida o'ylamayapsizmi? Voy, bu ehtimol bu senga to'g'ri kelmasdir. Aslida yangiliklarda o'qiyotganingiz barcha moliyaviy aylanmalar seriyasi va rivojlanish bosqichlaridagi investitsiyalardir. Siz aslida bo'layotgan narsalar haqida ko'p o'qimaysiz. Kompaniyalar jalb qiladigan dastlabki mablag' raundlar haqida hech qanday ma'lumot o'qimaysiz. Nima uchun? Chunki bu zerikarli. Ush mayli bo'ldi, hammasi yaxshi. Bu juda zeriktirarli. Biz allaqachon shuni aniqladikki, startaplarning dastlabki mablag' yig'ish jarayonida hech qanday jozibadorlik yo'q. Shuning uchun bu haqda matbuotda hech qachon xabar berilmaydi. Bu odatdagi va bosqichli investitsiyalar juda katta miqdorda, to'g'rimi? Siz 10 milliondan $50 million gacha mablag' jalb qilasiz. Bu jarayonni yakunlash oylab vaqt oladi va siz bu raundlarni amalga oshirish uchun advokatlarga hamda yuridik xizmatlarga $100 minglab to'lashingizga to'g'ri keladi. Yaxshi xabar shundaki, aytganimdek, bu raundlarning ko'pchiligi bunday ko'rinishda emas. Aslida odatiy boshlang'ich investitsiya raundi ancha kichikroq bo'ladi. 500 ming, ehtimol $1-2 million cha. Uni kunlar ichida, agar kunlar bo'lmasa, haftalar ichida tugatish mumkin va bu yerda hech qanday yuridik to'lovlar yo'q. Bu xuddi shunday, xoh siz preseed mablag' olishga urinayotgan bo'ling, xoh do'stlaringiz va oilangizdan atigi $50 yig'moqchi bo'ling. Buni tez bajarishingiz mumkin va huquqshunoslarni jalb etishning zaruriyati yo'q. Nima uchun bunday? 2013 yilda Vice Safi Capital uchun oddiy kelishuv deb nomlangan yangi standart mablag' jalb qilish hujjatini ishlab chiqdi va buni bozorga taqdim etdi. Dastlab bu Vice tomonidan barcha Vice kompaniyalari foydalanishi uchun yangi standart hujjat sifatida yaratilgan edi. Bu mablag' yig'ish uchun mo'ljallangan bo'lib chiqdi va shunchalik samarali bo'ldiki, hozirda barcha startaplar o'z mablag'larini jalb qilish uchun aynan shu hujjatdan foydalanmoqda. Seyf pul saqlanadigan temir sandiqlar zo'r ekan. Avvalo, bu juda tushunarli. U atigi 5 sahifadan iborat. Bu haqiqatan ham juda tez. Investitsiyani seyf orqali yopish uchun atigi bir necha shartni muhokama qilish kerak bo'ladi. Investitsiya miqdori, investitsiya uchun belgilangan eng yuqori baholash chegarasi va undan keyin qo'llaniladigan chegirma. Va taxmin qilingchi, hech kim chegirma bermaydi. Shunday qilib, seyfni yopayotganda e'tiborga olishingiz kerak bo'lgan atigi 2 ta atama mavjud va eng muhimi, ular arzon. Ularni yuborish uchun advokatlarga muhtoj emas. Bundan tashqari, seyf faqatgina Vice veb-saytida mavjud. Agar siz Google'da Y Combinator Safi deb qidirsangiz, hujjatni topishingiz, uni kompyuteringizga yuklab olishingiz va undan shu kunning o'zidayoq startapingizga sarmoya kiritishni rasmiylashtirish uchun foydalanishingiz mumkin. Qo'ylar rostdan ham juda ajoyib. Seyflar shunchalik oddiy ekanki, hatto Clearkey deb nomlangan maxsus veb-sayt ham mavjud. Bu mening 2011 yilgi yozgi tanlovimda ishtirok etgan Vice kompaniyasi bo'lib, u hujjatlarni bir necha marta bosish orqali yuborish va imzolash imkonini beradi. Seyflar asoschilariga mablag' jalb qilishda kuchli imkoniyatlar beradi.
va siz investorlarning kelishuvga erishishi hamda advokatlarning hujjatlarini ko'rib chiqishi uchun oylab kuchingiz shart emas. Hozirgi kunda asoschilar barcha uchrashuvlarga borishadi. Ular bir necha hujjatga imzo qo'yib, atigi bir necha marta tugmani bosish orqali o'z startaplari uchun millionlab mablag' jalb qiladilar. Bu tez va arzon mablag' yig'ish usuli ularga investorlar bilan muzokaralar olib borishda har qachongidan ko'ra ko'proq imkoniyat yaratadi. Mana bunga misol, siz o'z kompaniyangizni Ashirbiyo singari qura olasiz. Shunday qilib, bu 2019 yilgi yozgi tanlovda ishtirok etgan biotexnologiya startapi bo'lib, saratonga qarshi dori-darmonlarni ishlab chiqmoqda. Yana kapitalni ko'p talab qiladigan faoliyat. Bunday kompaniyalar uchun dastlabki moliyalashtirish bosqichlari odatda 10 million dollarlab mablag'ni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, ta'sischilar taqdimot materiallari tayyorlab, startap ustida ishlashni boshlashdan oldin bu mablag'ni qo'lga kiritish uchun harakat qilishlari kerak bo'ladi. Ashur asoschilari Vaysiga faqatgina g'oya bilan kirishdi va ular tezda farishtalardan safi oddiy kelishuv moliyaviy vositasi orqali birinchi bosqich mablag'larini jalb qilishga erishdilar. Bu biotexnologiya kompaniyasi uchun ancha g'ayrioddiy holat. Ular to'plagan dastlabki million yoki shunga yaqin mablag'dan foydalanib, o'z taraqqiyotlarini tezlashtirishlari, laboratoriyada yanada ko'proq yutuqlarga erishishlari mumkin edi va ular farmatsevtika sohasidagi yirik investorlar bilan to'g'ri moliyalashtirish turi haqida suhbatlashishga tayyor bo'lganlarida, ular ancha ko'p yutuqlarga erishgan va bu investorlar bilan muzokaralarda ko'proq ta'sir kuchiga ega bo'lgan edilar. O'sha paytdan buyon ular 150 million dollardan ortiq mablag' jalb qilishga erishdilar. Ammo ular seyflarda yurgan dastlabki million ular uchun kuch munosabatlarini butunlay o'zgartirib yubordi. Investorlar bilan muloqot qilganda xavfsiz shartnomalar ular uchun vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Bu bilan bog'liq yana bir afsona shundan iboratki, men buni tez-tez eshitaman. Agar men mablag' jalb qilsam, kompaniyam ustidan nazoratni yo'qotaman degan fikr. Aslida hozirgi kunda urug' investitsiya bosqichi asoschilariga ilgarigidan ko'ra ko'proq nazorat imkoniyatini bermoqda. Mayli, xo'p, aytgancha shunday bo'lsin demakchi. Bugungi kunda startaplar tarixidagi har qanday davrga qaraganda, ta'sischilar o'z kompaniyalari ustidan ko'proq nazoratga ega bo'lishgan va hozir ham shunday nazoratni saqlab kelmoqdalar. Buning sababi nima? Chunki seyf bilan pul ko'targaningizda direktorlar kengashidan hech qanday o'rin bermaysiz. Hammasi yaxshimi? Safi shartnomalarda direktorlar kengashi a'zoligi haqida hech qanday behuda gap yo'q. Investitsiyani yopganingizdan so'ng ham qarorlarni faqat siz va sizning hamvositalaringiz qabul qilasizlar. Safi shartnomalar bo'yicha pul yopilgandan so'ng aksiyadorlar bo'lmaydi. Safi shartnomalar asosida mablag' kiritgan investorlar keyingi moliyalashtirish bosqichida aksiyalarga ega bo'lishadi. Xo'sh, demak, aslida hech qanday aksiyalar almashilmayapti. Seyflarda hech qanday axborot huquqlari berilmaydi. Shunday ekan, hech kim yelkangizdan mo'ralab kitoblaringizni tekshirishni so'rayotgani yo'q. Seyflar orqali mablag' yig'ayotganingizda investorlaringizni qay tarzda va qachon xabardor qilishni o'zingiz belgilashingiz mumkin. Shunday qilib, ta'sischilar millionlab dollar mablag' jalb qilayotgan bo'lsa-da, ular kompaniyalarining atigi 10-20% sotmoqdalar va korxona ustidan to'liq nazoratni o'z qo'llarida saqlab qolmoqdalar. Shunday qilganingizda, kompaniyani o'zingiz istagan tarzda qurish va faqatgina mijozlaringiz oldida javobgar bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xo'sh, ancha muhim ekan. Bugungi kunda siz urug'lik mablag'ini yig'ayotganingizda sarmoyadorlarga emas, balki o'z mijozlaringizga hisobot berasiz. Mana ajoyib misol. Siz o'z startapingizni Zapier singari yaratishingiz mumkin. Ular o'zlarini Misrdan kelgan 3 yigit sifatida tavsiflaydilar. Zapier esa integratsiyalarni sozlashingizga yordam beradigan dasturiy ta'minot hisoblanadi. Agar sizda bir ilovani boshqa ilovada ishlatadigan bo'lsangiz va ular o'zaro aloqada bo'lishni xohlasangiz, buni Zapier yordamida sozlashingiz mumkin. Bu juda zo'r va ajoyib. Ular Vaysi Summer 12 dasturida ishtirok etishdi va o'z dasturiy ta'minotlarining dastlabki versiyasi bilan ariza topshirishdi. Ularning bir necha mijozlari bor edi va namoyish kuni biznes farishtalari hamda kichik investitsiya fondlaridan million dollardan ortiq mablag' jalb qilishga erishdilar. Ular shunday qilganlari uchun, ya'ni seyflarda yetishtirilganlari va ko'plab cheklar yozganlari tufayli o'z kompaniyalarini o'zlari xohlagan tarzda boshqarish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Ular uchun bu 10 yil oldin to'liq masofaviy ishlashga o'tishni anglatgan edi. 10 yil oldin, bir 10 yillik avval startaplar uchun shunday qilish urfda edi. O'sha paytda bu ancha g'alati tuyulgan edi. Ular o'z kompaniyalarini o'zlari istagan tarzda boshqarishardi. Ular keyingi 10 yil davomida minglab va minglab mijozlarni mamnun etish bilan shug'ullanishdi. Shuningdek, ular bundan buyon hech qachon mablag' jalb qilmaslikka qaror qabul qilishdi. Ularga hech qachon bunday qilishning keragi bo'lmagan. Shunday ekan, ko'pchilik o'ylayapti, voy, agar men mablag' jalb qilsam, investorlar oldida doimo qarzdor bo'lib qolar ekanman-da. Gapni cho'zib. Yo'q, agar siz bu aqlni shoshiradigan narx bosqichlarini ko'tarsangiz, balki keyinroq. Lekin siz dastlab xavfsiz usulda yig'gan pullar ustidan to'liq nazoratga ega bo'lasiz. Va Zapier asoschilari singari kelajakda boshqa mablag' jalb qilmasligingiz ham mumkin. Bugungi kunga kelib bu 100 million dollar daromad keltiradigan biznesga aylandi. Ular faqat bir marta mablag' to'plashdi. Xo'sh, bootstrapping haqida nima deysiz? Kompaniyamni o'z kuchim bilan rivojlantirishim kerak deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. To'g'ri. Boshida hamma o'z kuchi bilan ish boshlaydi. Ammo men sizga aytmoqchimanki, kompaniyangizni doimo o'z mablag'ingiz hisobiga rivojlantirish juda qiyin va buning sababi quyidagicha. Shunday qilib, eng avvalo, kompaniyani doimiy ravishda o'z kuchi bilan moliyalashtirish haqida gapiraylik. O'z kuchi bilan moliyalashtirish deganda men korxonani mijozlardan olingan daromad hisobidan ta'minlashni nazarda tutyapman. Qo'rqinchli, shunday emasmi? Siz doimo o'chib qolish arafasidasiz. Siz doimo pulingiz tugab qolish arafasida bo'lasiz. Bu juda achinarli. Chunki yashash uchun o'zingizga
o'ziga munosib maosh to'lashga mablag'ingiz yo'q. Bu e'tiborni chalg'itadi. Pul topish va daromad olish uchun albatta konsalting sohasiga kirishingiz juda kerak bo'ladi. Mahsulotlaringiz ustida ishlashni davom ettirishingiz zarur. Ba'zan o'z kuchingiz bilan ish boshlayotganingizda turli xil to'siqlar paydo bo'ladi va oxir-oqibat muvaffaqiyat qozonish imkoniyatlari unchalik yuqori bo'lmay qoladi. 100% o'z kuchi bilan rivojlangan ulkan kompaniyalarga misollar juda kam uchraydi. Menimcha, agar bu yo'l eng maqbul bo'lsa, bunday holatlar ancha ko'p uchrar edi. Men aslida bootstrapping tushunchasiga ta'rif berishni taklif qilmoqchiman. Shunday qilib, bootstrapping bu mablag' yig'ish qiyinchiliklarini olib, uni kompaniyangizning butun faoliyati davomiga yoyishdir. Nima uchun shunday qilishni xohlaysiz? Men sizga plasterni bir yulishda yechib tashlashni va og'riqni darhol qabul qilishni hamda kompaniyangiz uchun mablag' yig'ishni taklif qilaman. Keyin esa agar istamasangiz, qayta pul yig'ishingizga hojat qolmaydi. Siz Zapier asoschilari singari bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari, oxir-oqibat startapni kim ko'proq boshqaradi? Bu doimo mablag' tugab qolishidan xavotirda bo'lgan, o'z kuchi bilan ish boshlagan asoschimi yoki mahsulot yaratib, bir qancha foydalanuvchilarga ega bo'lganidan so'ng kompaniyani yo'lga qo'yish uchun yetarli mablag' jalb qiladigan, shunchaki mijozlarni mamnun qilib, boshqa hech qachon mablag' yig'ishga majbur bo'lmaydigan asoschilarmi? Men gapirmoqchi bo'lgan keyingi afsona pul yig'ish uchun hashamatli aloqalar tarmog'i kerak degan fikrdir. Haqiqat shundan iboratki, agar siz odamlar xohlayotgan narsani yaratayotgan bo'lsangiz, investorlar sizning qayerda ta'lim olganingiz, qayerda ishlagan ekaningiz, kimlar bilan do'stlashganingiz yoki necha yoshdaligingizga e'tibor bermaydilar. Hatto sarmoyadorlar ham oddiy insonlar. To'g'ri, ular nasab-nasabni e'tiborga olishadi. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, azizlar, investorlar pul bilan ishlaydigan kaltakesak-simon odamlar bo'lib, ular asosan pul ishlash haqida qayg'uradilar. Siz o'z kompaniyangizni podium singari yaratishingiz mumkin. Podium dastlab shina do'konlari uchun mijozlar sharhlarini boshqarish dasturiy ta'minotini ishlab chiqishni boshlagan kompaniya. Hammasi yaxshimi? Agar siz shinalar do'koni egasi bo'lsangiz va mijozlarning yilda siz haqingizda bildirgan fikrlardan xavotirda bo'lsangiz, buni kuzatib borish uchun podium xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Asoschilari Yuta shtatidan kelgan 2 yigit edi. Ularda Silikon vodiysidagi aloqalar tarmog'i yo'q edi. Biroq ular sotuvda juda mohir edilar. Vaysiga kirganlarida allaqachon daromad qila boshlagan edilar va dastur yakuniga kelib, oyiga 10 minglab dollar ishlab topishga erishdilar. Aslida, ularning kursida bitiruvchilar tadbirida tasodifan uchrashib qoldim va Vay kombinatorda shina do'konlariga dasturiy ta'minot sotadigan kompaniya borligini ko'rib hayratda qoldim. Ular qancha pul topayotganini bilganimda esa yanada ko'proq hayratda qoldim. Sarmoyadorlar ham buni sezishdi. Ular odamlar istaydigan narsani yaratishgan va mablag' jalb qila olishdi. Bugungi kunga kelib, mazkur kompaniya yiliga 100 million dollar daromad qilmoqda va jami 200 million dollardan ortiq sarmoya jalb etgan. Bu odamlarning aloqalari yo'q edi. Bu oddiy dabdabali bo'lmagan asoschilardir. Ular shunchaki odamlar xohlagan narsani yaratishdi. Ozgina chetga chiqish. Bu mavzuda gaplashayotganimizda mablag' yig'ish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, ehtimol siz uchun pul to'plashni taklif qiladigan odamlarga duch kelarsiz. Menda tarmoq mavjud. Men investorlarni bilaman. Menga u yerga kirib kompaniyangizni taklif qilishga imkon bering. Bu yaxshi g'oya emas. Ta'sischilarning investorlar bilan shaxsan o'zlari suhbatlashgani doimo eng yaxshi yo'ldir. Bu muhim munosabat bo'lib, siz uni o'z qo'lingizda tutishni istaysiz. Shunday ekan, agar kimdir sizga bunday taklif qilsa, undan o'rniga siz uchun tanishtiruv uyushtirishni so'rang. Shundan so'ng siz o'zingiz uchrashuvga borishingiz mumkin. Mayli, yaxshi, hammasi joyida. Bugun men so'nggi afsonani muhokama qilmoqchiman, u ham bo'lsa. Agar investorlar mening startapimni rad etsa, bu yomon startap degan noto'g'ri fikr. Haqiqat shuki, mahsulotingiz qanchalik ajoyib bo'lmasin, qanchalik e'tibor tortmasin, investorlar baribir sizni rad etishadi va bu normal holat. Aslida bu sizni buyuk odamlar safiga qo'shadi. Shunday emas? Mana ajoyib misol. Tasavvur qiling, Envision saraton kasalligini aniqlash uchun mo'ljallangan tibbiy qurilma ishlab chiqaruvchi yangi korxona bo'lib, uni hozirda Vice Group sheriklaridan biri bo'lgan Surpusarni asos solgan. Serbiya Envision kompaniyasini yaratishni boshlaganida dastlabki mablag'ni jalb qilish uchun juda ko'p qiyinchiliklarga duch keldi. U kompaniyaga birinchi mablag'ni jalb qilish uchun investorlar tomonidan 50 martadan ortiq rad javobini olgan. U birinchi sarmoyani jalb qilish va kompaniyasini boshlashga yordam berish uchun investorni ishontirgan usul shunday edi. Agar investor ularga ishonib pul tikishga rozi bo'lsa, u o'ziga ishonib, dastlabki 2 yil davomida hech qanday maosh olmasligini aytdi va bu 25 ming dollarlik chek uchun edi. Kompaniyasi uchun birinchi mablag'lash bosqichida atigi 500 ming dollar oldi. Lekin u buni uddaladi. Garchi u qayta-qayta rad etilgan bo'lsa-da, baribir maqsadiga erishdi. O'shandan beri kompaniya 275 million dollarga sotib olindi. Shunday qilib, bu ajoyib tibbiy asboblar kompaniyasi 100 millionlab dollarga sotildi. Va yana rad etishdan boshqa narsa yo'q. Surbining hikoyasi haqida ko'proq o'qishni istasangiz, uning bahorda chiqadigan ajoyib kitobi bor. Kitob hozir Amazonda mavjud va agar uni ko'rib chiqib, oldindan buyurtma berishni xohlasangiz, biz havolani siz bilan suhbatda ulashamiz. Serbiya haqiqatan ham juda ajoyib va go'zal mamlakat. U bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lish katta sharaf va kitob haqiqatan ajoyib chiqibdi. Buning yana bir misoli
Har xil mayda-chuyda narsalar, buko leksiya ashyolari uchun bozor. Ular qishki 20 partiga beta mahsulot bilan kelishdi. Ammo foydalanuvchilar yo'q edi. Ular hali ishga tushirishmagan edi va partiya davomida ular ishni boshladilar. Va bu dastlab faqat Funko Pop o'yinchoqlarini sotish uchun mo'ljallangan bozor edi. Ha, o'sha kattakon boshli o'yinchoqlar. Dastur davomida ular dastlabki muvaffaqiyatga erishdilar va pul topa boshladilar. Ular ba'zi xaridorlarni va sotuvchilarni jalb qilishdi. Daromad ham, sotuvlar ham o'sib bormoqda edi. Vaziyat yaxshi ko'rinmoqda, shunday emasmi? Ammo investorlar bunga salbiy munosabatda bo'lishdi. Ular boshlang'ich moliyalashtirish bosqichida umid qilgan mablag'ning atigi ozgina qismini yig'ishga erishdilar. Ajoyib tomoni shundaki, bugun atigi 2,5 yil o'tib, Whatnot kompaniyasining qiymati 7 milliard dollarga yetdi va ular 400 million dollardan ortiq mablag' jalb qilishga erishdi. Atigi 2,5 yil oldin esa ular o'z kompaniyalariga hozirgi qiymatining arzimas qismiga ham sarmoya kiritishga odamlarni ko'ndira olmasdilar. Har kim rad etilishni boshdan kechiradi. Bu shunchaki uning bir qismi xolos. 4 milliard dollarlik kompaniya qurayotgan bo'lsangiz ham odamlarni rad etish holatlari yuz beradi. Gap shundaki, asoschilarga bu holat unchalik qattiq ta'sir qilmadi. Chunki ular allaqachon o'zlari yaratayotgan narsa ishlayotganiga va kelajakda ham muvaffaqiyatli bo'lishiga ishonch hosil qilish uchun zarur ishlarni bajarib bo'lgan edilar. Investorlar buni hali anglab yetmagan edilar. Ba'zilari shunday qildi. Yetarlicha qilishdi, ammo ular baribir ko'plab rad javoblarga duch kelishdi. Siz qurayotgan narsangizni hamma sarmoyador yoqtirishi shart emas. Shunchaki ularning bir nechtasi ishonsa kifoya. Bugungi kunda quvonchli xabar shuki, ilgarigidan ham ko'proq investorlar har qachongidan ko'p mablag' bilan startaplarga sarmoya kiritishga tayyor turibdi. Bir daqiqa to'xtalib, bu masalani yakunlab qo'yaylik. Biz muhokama qilgan bu afsonalarning barchasi umumiy bir mavzuga ega. Bularning barchasini birlashtiruvchi asosiy g'oya bu katta afsonadir. Bu haqiqatan ham senga emas albatta. Bu g'oyalar, ya'ni asoschilarda mavjud bo'lgan noto'g'ri tushunchalar odamlarda ehtimol bu men uchun emas degan fikrni paydo qiladi. Bularning barchasi birlashib ko'pchilikni tadbirkorlikdan chalg'itadi. Ehtimol bu ishlarni qanday bajarishni bilmaganim uchun o'z startapimni boshlamasligim kerak. Mening hashamatli aloqa tarmog'im yo'q. Men bu odamlarning barchasini tanimayman. Men taklif qilishni bilmayman. Odamlarni qoyil qoldirishni bilmasam-da, aslida siz buni uddalay olasiz. Mablag' yig'ish asosan qahva ustidagi suhbatlar va onlayn uchrashuvlardan iborat, xolos. Siz buni qila olasiz. Boshlash uchun mablag' to'plashingiz shart emas. Siz o'z startapingiz ustida ishlashni hoziroq boshlashingiz mumkin. Sizga sarmoyadorlarning ruxsati shart emas. Sizga murakkab taklif kerak emas. Odamlar xohlayotgan narsani yaratish va bu haqda oddiy insondek gapira olish kifoya. Siz buni har kuni do'stlaringiz va oilangiz bilan xavfsiz tarzda amalga oshirasiz. Sizga kerak bo'lgan mablag'ni advokatlarsiz va tezda yig'ib olishingiz har qachongidan ham osonlashdi va bugun siz ega bo'ladigan shartlar kompaniyangizni o'zingiz istagan tarzda boshqarish imkonini beradi. Startapingizni boshqarishning qandaydir maxfiy yoki alohida usuli mavjud emas. Siz qarorlarni qabul qilishingiz mumkin. Pul yig'ish uchun katta tarmoq va dabdabali aloqalarning hojati yo'q. Va nihoyat siz duch keladigan rad etish hech qanday ahamiyatga ega emas. Bu jarayonning oddiy bir qismi xolos. Ma'lum bo'lishicha, dunyo tarixida pul yig'ish uchun hozirgiday qulay payt hech qachon bo'lmagan ekan. Shunday ekan, agar startap qilishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, ishni boshlang. Siz buning uddasidan chiqa olasiz.